Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarni diplomli vrachlik andrologchilik vrachlik tuzilgan diagnostika ikkinchi yuntash. Hurmatli obunachilar, biz bugun andrologiyadagi bo'lgan noyob bir operatsiyani qilyapmiz. Unikalniy operatsiya. Bu yerda bemorda bepishlik, 10 yildan ortiq bepushligi bor va bu bepishlikda obstruktiv azospermiya urug' yo'llari kanallari yopilib qolgan va biz urug'larni oldik. Urug'lar chiqdi va o'sha yopilib qolgan kanalni ochyapmiz va ochib boshqa joyga tikdik. O'shani sizlarga ekranda ko'rsatmoqchiman. Operatsiyaning nomi vazo epidemonastomoz multifokalniy teza deb ataladi. Ya'ni mana ko'rib turganlaringdek mana shu urug' ko'taruvchi kanal. Shu urug' ko'taruvchi kanalni bu yerdan pastdan olib tepaga tikib qo'yiladi. Anastomoz degan narsa qo'yiladi. Bundan maqsad mana bu pastda to'siqlik bo'lgan. O'shaning uchun o'sha to'siqlik nimani yo'llarini urug' yo'llarini yopib qo'ygan va biz hozir olib tepaga qo'ydik. O'sha yorug'ni boshqa qismiga shu yerdan endi urug'lar tepaga chiqishi kerak. 30-40% holatlarda urug'lar tepaga chiqadi va tabiiy ravishda farzand bo'lishlik mumkin. Ungacha bitta farzandni eko orqali qilib olamiz. Tuxumlari mana yaxshi. Bu yerda urug'lar multifokalniy tezda qilib olindi. Mana shunaqa qilib operatsiya qilsa bo'ladi va bundan otini vazo epidemonastomoz deydi.